Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, bizni kuzatib borayotgan aziz obunachilar. Bugun mana Andijon viloyati Asaka tumani Fayzobodga yaqin joy. Zuhriddin akaning fermasidamiz. Bu yerda sotuvga ko'rib turganinglardek zotli mollar kelgan. Xudo xolasa arzon narxlarda sifatli mol olaman deganlarga zo'r variantlari bor. Xudo xolasa asosan Greenford, Simmental, Shved qidirganlarga ham 5-6 ta Shved ham qo'shilgan. Manzilga lokatsiya tashlash beradi, nomer qoldiramiz. Sotuvda hozir 60 bosh. Bugungi sana 19 fevral bo'ldi. 18 fevral bo'ldi. Kirib kelayotgan Xudo xolasa Ramazon, Ramazon ayyominglar bilan tabriklayman. Xudo xolasa Ramazonga barakali xarid qilaman deganlarga zo'r mana. Chiroyli yuvoshidan qidirganlarga, to'qolidan qidirganlarga, vesi katta bo'ladigan zotli mol baqaman, mesni mol baqmayman deganlarga xudo xolasa zotli mollarimiz bor. Buni yeb ichishiga, sog'ligiga, yashuriga 10 kuniga xudo xolasa garantiya berishadi. Yashurdan chiqqan mollar. To'qol xavfsizligidan boqaman deganlarga shunaqa Greenfordlarimiz bor. Simmental olaman deganlarimizga Simmentallarimiz ham xudo xolasa mana chiroylilardan bor. Mana shunaqa Simmentallar bor. Ko'rib turganlarda oyog'i oqsagani yo og'zidan ko'pik kelib turgani yo'q. Mollar kavshanib turibdi. Soniga 60 bosh. To'liq manzil aytganimizdek Andijon viloyati Asaka tumani Fayzobodga yaqin manzilda lokatsiyalar bo'ladi, tashlashib beradi. Mollarning holatini ko'ringlarchi. Kim qanaqa qidirsa, xudo xolasa topadi. Soniga 60 bosh dedik. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 21 milliondan 23 million 500 minggacha. Asosan mollar 22 million atrofida bitadi. Xudo xolasa kelsanglar, ustida ko'rib olsanglar yana ham yaxshi bo'ladi. Chunki videoda mol katta yo kichik ko'rinib qolishi mumkin. Shunaqa Mickey Mouse'lar ham bor. O'rtada shunaqa 5 ta 6 ta manaqa shvedlar ham aralashgan. To'qolidan so'raganlarga to'qol shved. Bilsanglar zotli mol shved ham bu ham ancha yaxshi bo'ladi. Pulini ham xudo xolasa yengilroq qilib berishadi bularda. Mana kavshanib turibdi. Mollar kelganiga bir hafta bo'lgan. Xudo xolasa sotilib turibdi mollar. Shunaqa katta, chiroyli veslardan ham bor. Asosan ko'rib turibsizlar, ko'p mollar to'qol. Mana mollarning ko'rinishi. Mana shunaqa Simmental, puli yengil. Vesi ham kichikroqlardan ham bor. Mana sharali degandan ham bor. Kuzatuvchimiz bor, Imom aka mana sharali qanaqa bo'ladi, u mol qanaqa mol, yangi kelgan molmi, yangicha zotmi deydiganlarga. Shunaqa mollar turi ko'payib ketyapti, e'tiborli bo'lasizlar. Endi ko'pchilik Simmental Greenfordni biladi. Mollar ko'pi gibrid bo'lib ketyapti, shunaqa. Smeshinli variantlari har xil bo'lib ketdi. Mana mollarimiz mana shu holatda. Kelsanglar
ko'rib, xudo xolasa Ramazonga yaxshi xarid qilaman desanglar, yaxshi mollarimizdan bor. Agar 60 tani bitta joyga so'raganlar bo'lsa, 60 ta mol bitta joyga 22 milliondan xayri bor. Bu aytilayotgan narxlarning hammasini xayri bor akalar. Qimmat aytdi deyishinglar mumkin, lekin bozorda ham bilsanglar, sotiladigan narxdan ancha baland aytiladi. Lekin nima qiladi? Kam so'ragan xaridor. Xaridor yarim pulini so'raydi. Shu bilan bozor bo'ladi. Bularga foyda chiqsa sotadi. Agar foyda qilinmasa, siz aytgan narxdan sotmaydi. Endi bu ham bozor. Shunaqa bozorga kelasiz, 60 ta mol turibdi. Xohlaganingiz olaverasiz. Unaqa haligi talpa, tepala savdoyimga aralashma, unaqasi yo'q. Kelib savdolashib olaverasiz. Zuhriddin akani fermasi, ko'pchilik taniydi Zuhriddin akani. Asakali arzonchi. Kelsanglar, xudo xolasa pulni yana ham pulini yo'lini qilib beradi. Mana shunaqa suvoylar buzuq, katta mollar bor. Mana simentallar bor. Men simentallar ko'p ekan. Bu yerda asosan 80% Greenford ekan. Greenford shinavandalari kelaveradi. Mana to'qolidan oyoq qo'llari butun. G'urra boshidan, mana g'urra boshi bo'lsin deydi-yu. Shunaqa g'urra boshidan Greenfordimiz. Shu holatdagi sog'lom mollar bor. Xudo xolasa kelinaveradi. Ko'zingizlarga yoqqanini tanlab olaverasizlar. Mollarimiz ko'p. Mollar Zuhriddin akada asosan uzilmaydi. Keladi, sotilaveradi. 3 kunda bir haftada bir yangi mollar kelaveradi. Manzilni bilib olsanglar, masalan, qachon vaqtinglar bo'lsa, hech yo'q bo'ladi, tomosha qilgani kelinglar. Olmasanglar. Chunki ko'ngilga yoqadi, pul sanab olasizda. Avvaliga hamma yo'q ham shu qiziqish bilan, ko'rish bilan boshlanadi. Rossiyskiy mollar Rossiyadan o'tadi, xabaringlar bor bular. Shunaqa smeshinniy variantdagi mollarimiz. Puli yengilidan deganlarga kichikroqlari ham bor.